Diqqat qiling, videorolikni tarqating. O'zgidromet agentligi 1-maydan 4-maygacha kutilayotgan ob-havo prognozini e'lon qildi. Videorolikni o'zbeklarga yuborib, barchani ogohlantirib qo'ying. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida 1-may kuni ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatiladi. 2-dan 4-maygacha yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati mayda 20-25 daraja, kechasi kunduzi 27-32 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarga qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq kuzatiladi. 1-may kuni shamol ba'zi joylarda 15-20 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat 1-may kuni kechasi 15-20 daraja, kunduzi 20-25 daraja. 2-may kuni kechasi 15-20 daraja, kunduzi 23-28 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatida ba'zi joylarga qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq kuzatiladi. 1-may kuni ba'zi joylarda shamol tezligi 15-20 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang-to'zonlar kuzatilishi mumkin. Havo harorati 20-25 daraja, kechasi esa 13-18 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida ba'zi joylarga qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq kuzatiladi. Shamol yo'nalishini o'zgartirib 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Havo harorati 1-2-may kuni kechasi 17-22 daraja, kunduz kunlari 24-29 daraja bo'ladi. 3 va 4-may kunlari kunduzi 28-33 darajagacha ko'tariladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo bulutli bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Havo harorati kechasi 15-20 daraja, kunduz kunlari 20-25 darajagacha ko'tariladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq kuzatiladi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduz kunlari 1-may kuni 17-22 darajagacha, 2-may kuni esa 15-20 darajagacha, 3 va 4-may kunlari 17-12 darajagacha issiq bo'ladi, deyiladi xabarda.